qarang. Bak ikki shahid bor. Bundan tirikligida shahidligini bilgan holatda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni himoyasida yurgan sahobiylarga dalol. O'sha Umar bilan Usmon radhiyallohu anhu shahid ketishligini bilib, Payg'ambarimizni qo'riqlab yurganlar. Shu joyda 70 ta sahobiy vafot qiladi. Mana shu joyda Uhud nomi bilan mushriklar 1000 kishi bo'ladi. O'shanda munofiqlar qaytib ketadi. 700 kishi qoladi. O'sha boshqa tog'lardan olimlar tekshirib o'tkazganda jismlari ham ziyoda ekan. Boshqa tog'lar masalan yer ostiga kamroq kirsa, bu tepada qancha baland bo'lsa, o'shancha yer ostiga chuqurligi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu bilan Uhud tog'iga chiqqanda Uhud Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganini qilmasdan Komon tepalikdan tushganda Xolid ibn Valid bilan shu tarafdan keladi, arqa tarafdan bizni Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam qo'shinlariga hujum qilib 70 ta sahobiy vafot qilgan bo'ladi. Kamonchilarni xatosi uchun bu jang boy berildi. Mana shuning uchun Rasulullohimiz shundaylar keladiki, dunyoga muhabbatliklar, o'sha dunyo hissiga berilib, ya'ni boshliqqa itoat qilmasdan dinda birinchi mag'lubiyat mana shu ekanligi. وقف هنا وقف هنا. تمام سهل. Mansur. Yani 70 ta sahabiyni ziyorat qilib Konjona yuramiz. Uhud tog'i. Melke ursa jannatda mana shunday bo'ladi deb qo'li bilan ko'rsatdi. Shunda Sa'dga aytadiki, "Sen eng so'nggi so'zing bormi?" deydi. Sa'd aytadiki, "Meni so'zim Madina ahliga yetkazing, ansoriylarga yetkazing. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga biron bir narsa bo'lsa, ularga Allohning huzurida joy yo'q" deydi. Mana shu joyda hojonalar o'sha jang tugaydi. Shunda qanday tugaydi? O'sha urush bo'ladi, peshinga yaqin deydi, peshingacha deydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'lib turganda tog'dagilar o'ljalarga dunyo, ya'ni boylikka his qilib tushadi. Nima uchun? Oldin jangda g'olib bo'lsa, mag'lub bo'lgan nalarni puli, nayzasi, kiyimi halol qilib berilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 5 ta jihatlardan birida.
Ular tushmanglar deydi. Quloq burunlarni kesib, alami bor edi. Badr jangida Hamza roziyallohu anhu Hindni aka-ukalarini vafot o'ldirgan. Endi keladi, qissadan hissa mana shu yerda Hamza roziyallohu anhuni vahshiy o'ldiradi, quloq burunlarini kesadi, musla qiladi. Shunda Rasulullohimiz yig'laydi. 70 ta sahobiyni bitta qabrga ikkitadan dafn qilganda, har janoza namozi o'qiganda Hamza roziyallohu anhuni qo'shib o'qigan ekan. Ya'ni yerga bergisi kelmaganda, oxirgi daqiqalargacha ko'rgan. Shunda dafn qilganda bir sel keladi deydi. 30 yil o'tgandan keyin o'sha bir sahobiy gapirib beradi, men otamni qabrini sel ochib yuborgan ekan. Shunday borib qo'lini ko'tarsam qon hozir oqib turgandek turibdi. Hidlari shunday bir mushukni hidi chiqib turibdi deydi. Bundan ya'ni shahid ketganlarda qabrlari, jasadlari chirimaydi. Shu joyda mana shu joyda 70 ta sahobiyni qabri joylashgan. Endi azizlar, biz nima uchun kelamiz ziyoratga? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz Uhudni yaxshi ko'ramiz dedi. Uhud tog'ini ko'rdik. 70 ta sahobiy bizni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yelka bo'lib, dinimizni mukammal qilib yetishligiga hissasini qo'shgan sahobiylarni ziyoratga kelamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam urush tugagan paytlarida mushriklar Makka ga qarab qaytib ketganda sahobiylardan biri Sa'dni topinglar degan. Shunday bor